Navbatdagi mavzuyimiz qarshiliklar bo'yicha bo'ladi. Assalomu alaykum. Mavzulashtirilgan video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz qarshiliklar bo'yicha bo'ladi. Demak, boshladik. Qarshiliklar mavzusida eng avvalo urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa bu potensiallar farqi. Va undan keyingi asosiy narsa ketma-ket yoki parallelligi. Aynan shu potensiallar farqiga qarab, ya'ni o'zaro teng bo'lsa, ular o'zaro parallel, ular turlicha bo'lsa, demak o'zaro ketma-ket holatda joylashishini ko'rishimiz mumkin. Demak, boshladik. Rasmdagi kabi zanjir berilgan. Bu zanjirdagi umumiy qarshilikni toping degan savol qo'yildi. Zanjir o'zaro bir simda, ya'ni bir shoxda yotganligi sababli, ya'ni bir shoxda deganimiz hech qanaqa shoxlarga ajralish yo'q, o'z-o'zidan o'zaro bir-biriga nisbatan ketma-ket joylashgan. Buni yana bilib olishimiz uchun nuqtalar berganmiz. Bu nuqtalarda aynan hosil bo'luvchi potensiallarimiz, ya'ni umumiy potensiallar farqimiz phi a minus phi s imiz umumiy kuchlanishni beradi. Kiruvchi va chiquvchi nuqtalarimizdagi hosil bo'lgan potensiallar farqi umumiy kuchlanishni beradi. A va B nuqta orasidagi potensiallar farqi phi a minus phi b beradi. Bu aynan 8 ohm qarshilikka tegishli. Phi b minus phi s imiz bo'ladigan bo'lsa, bu o'zaro 7 ohm qarshilikka tegishli bo'lgan potensiallar farqi. Bu ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, umumiy potensial yana qaytib kelib chiqadi. Bu nimani beradi? Ketma-ketda umumiy potensialimiz bo'linib oqishini ko'rishimiz mumkin. U1 va U2. Shu orqali bularning o'zaro ketma-ketligini bilib olamiz. O'z-o'zidan ketma-ket joylashgan holatda nimalar teng bo'ladi? Ketma-ketda aynan tok kuchlari teng bo'ladi. Ketma-ket ulanganimizda umumiy tok kuchimiz har biridan oquvchi tok kuchlariga teng bo'ladi. Umumiy qarshiligimizni topishimiz uchun zanjirning bir qismi uchun qonuni kerak bo'ladi. Ya'ni u umumiy R umumiy teng bo'lishi kerak. I1 ko'paygan R1 ga plus I2 ko'paygan R2 ga. Aynan bu tenglamadan foydalanamiz. Har bir o'quvchi tok kuchlari tengligini hisobidan ketma-ket ulangan holatda umumiy qarshiligimiz qarshilar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni bu holatda umumiy qarshiligimiz 8 va 7 yig'indisiga, ya'ni 15 ohmga teng bo'ladi. Navbatdagi ko'rinishdagi savol qo'yilibdi. Savolda umumiy qarshilikni toping. O'zaro bitta simda yotuvchi R1 va R2 va bu simda yotmagan 3-qarshiligimiz berilgan. Ya'ni bularni qanday qilib ajratib olamiz? Yana potensiallar farqi bilan. Aynan phi a minus phi d bu shoximizda ham yotibdi, phi a minus phi d imiz ham bu shoximizda yotibdi. Ya'ni potensiallar farqi teng bo'lganligi hisobidan bu o'zaro ikkita alohida shoximiz bir-biriga parallel joylashgan. Bu shoximizda bo'lsa, o'zaro R1 va R2 qarshiligimiz ketma-ket joylashgan. Bunga oydin avval ham ko'rdik. Demak, ketma-ket ulangan holatda qarshiliklarimiz bir-biriga qo'shiladi. Buni ko'rdik. Ya'ni to'r bilan to'r qarshiligimizni ketma-ket ulaydigan bo'lsak, 8 ohm qarshiligimiz mavjud. 8 ohm va 8 ohm o'zaro parallel. Parallel ulangan holatda parallelda nimalar teng bo'ladi? Parallelda hozirgina aytganimdek kuchlanishlar teng bo'ladi. Ya'ni xo'sh, tepadan oquvchi kuchlanishimiz U1 bo'lsa, pastdan oquvchi kuchlanishimiz U2 bo'lsa. O'z-o'zidan bu kuchlanishlarimiz teng. Nimalar unda bo'linadi desa, tok kuchlari bo'linadi. Umumiy tok kuchimiz bo'linadi. Kirchhoffning birinchi qoidasiga ko'ra, tugunlari keluvchi tok chiquvchi toklarga teng bo'ladi. Tugunga kelayotgan tokimiz umumiy tok kuchi bo'ladi. Bu tugundan ajralib chiqib ketayotganlarimiz I1 va I2. Va shu ko'rinishga keladi. Zanjirning bir qismi uchun ohm qonunidan foydalanamiz. Ya'ni U umumiy taqsim R umumiy barobar U1 taqsim R1 ga plus U2 taqsim R2 ga. Kuchlanishlarimiz qisqarib ketadi va umumiy qarshiligimiz teng bo'ladi 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2 ga. Ya'ni 8 bilan 8 ni parallellaydigan bo'lsak, 1 taqsim 8 plus 1 taqsim 8 umumiy 1 taqsim 4 kelib chiqadi. Ya'ni umumiy qarshiligimiz shu holatda 4 ohmga teng bo'ladi. Navbatdagi savol. Quyidagicha ko'rinishdagi sxema berilgan. Shu sxemadan foydalanib A va B tugunlar orasidagi umumiy qarshilikni toping degan savol qo'yilibdi. Topib olamiz. Va yana asosiy qiladigan ishimiz tugunlarni ajratib olish. Tugunlarimiz demak A, B, S tugun bo'lsin bu nuqtamiz, B tugun bo'lsin o'z-o'zidan. Uchta tugunimiz mavjud. Va tugunlardan foydalanib potensiallar bilan ishlaymiz.
Bu nuqtadan chiqayotgan potensialimiz phi a bo'ladi. O'z-o'zidan bu tarafga phi a potensialimiz keladi. Bu nuqtaga kelib phi c nuqtaga yetib keladi. Ya'ni phi c potensial bu tarafdan ajraladi. O'z-o'zidan phi c va phi c. Bu nuqtadan ajraladi phi b va phi b. Yana qaytarib o'taman. Potensiallar farqi bir xil nuqtalar o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi. Turlicha bo'lgan nuqtalar bo'lsa ketma-ket ulanadi. Bu simimiz aynan bir-biriga ketmaga joylashgan. Nega aynan? Chunki f b nuqta kelyapti, bu yerdan phi c nuqta kelyapti. Hech qanaqa qo'shimcha ulanish nuqta yo'q. O'z-o'zidan bular o'zaro bir-biriga ketma-ket. Phi c, phi b, phi c. Ya'ni o'zaro ikki qarshiligimiz bilan r va r qarshiligimiz bir-biriga parallel holatda joylashadi. Potensiallar farqi bir xilligidan. Bu nuqtadagi qarshiligimiz bo'ladigan bo'lsa, a tugundan b tugunga to'g'ridan-to'g'ri o'tyapti. Buni phi a minus phi b orqali bilib olishimiz ham mumkin. Ya'ni a nuqtadan b nuqtaga to'g'ridan-to'g'ri potensiallar farqi ajraladi. Bu qarshiligimiz bo'ladigan bo'lsa, aynan c nuqtaga yetib kelib 2 ga ajralyapti va bu nuqtaga kelib birlashyapti. Ya'ni bu qarshiligimizga bulardan chiqqani o'zaro ketmaga joylashadi. Chizmani chizib olamiz. Demak, chizmani tasvirlab oldik. Aynan A nuqtadan B nuqtaga to'g'ri o'tgan qarshiligimizni alohida chizib oldik. A dan C nuqtaga kelib 2 ga ajralganini ham chizib oldik. Ya'ni A dan C ga keldi bu qarshiligimiz. Bu aynan C nuqtada 2 ga ajraldi. Ya'ni 2R bilan R ga R bilan R o'zaro bitta simda yotganligi uchun o'zaro bir-biriga ketma-ket bo'ldi. Bundan chiqqani aynan 2R ga parallel, bundan chiqqani R ga ketma-ket va bular o'zaro chiqib turib R ga parallel bo'ladi. Bo'ldi, ketma-ket parallel hosillarni ishlatamiz. R bilan R o'zaro ketma-ket bo'lgan holatda shunday qo'shiladi. Ya'ni R ga R ketma-ket qo'shadigan bo'lsak 2R, 2R bilan 2R o'zaro bir-biriga parallel. Bulardan chiqqani o. Demak, bir xil qarshiliklarimizni parallel o'ylaganimizda shunchaki soniga bo'lamiz. 2R bilan 2R ni parallel o'ylaydigan bo'lsak, R kelib chiqadi. R bilan R qarshilik o'zaro ketma-ket 2R bo'ladi. 2R bilan R ni o'zaro parallel o'ylaydigan bo'lsak, shunchaki ikki xil qarshiligimizni umumiy qarshilikni topadigan bo'lsak, bir taqsim R ga qo'shaman, bir taqsim 2R ni. Umumiy maxraj berib soddalashtiradigan bo'lsak, 2R taqsim 3 degan javob kelib chiqadi. Navbatdagi savolimiz qo'yilibdi. Quyidagi sistema berilgan. Ampermetrning ko'rsatkichi 1 amper, voltmetrning ko'rsatkichi 4 volt bo'ladigan bo'lsa, sistemadan ajraluvchi to'liq quvvatni toping degan savol qo'yilgan. Bu savolni yechishimiz uchun to'liq kuchlanish va to'liq qarshilikni topa oladigan bo'lsak, shuning o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni avvalgi misollarda qilingan ishlarni davom ettirib qo'yamiz. Voltmetrning qaysi nuqtalarni o'lchaydi? Shuni topishimiz uchun tugunlarni belgilab olamiz. Voltmetrimiz B va C tugunlariga ulangan. Bu degani B, C orasidagi kuchlanishni o'lchaydi. Ya'ni voltmetrimizning kuchlanishi phi B minus phi C ga teng. Ya'ni bu R qarshilikka to'g'ri keluvchi kuchlanish. Aynan shu kuchlanishimiz 4 volt ketadi. Ketma-ketda kuchlanishlarimiz qarshiga nisbatan bo'linadi. Bu qarshiligimiz bilan bu qarshiligimiz o'zaro bir-biriga ketmaga joylashganligi sababli bulardan o'tuvchi kuchlanishlarimiz nisbati qarshilik nisbatiga teng bo'ladi. Parallel ulanganda R qarshilik parallel bo'lgan bo'lsak, R taqsim 2 kelib chiqadi. R taqsim 2 bilan R o'zaro ketma-ketda qarshilar nisbatida bo'linadi. Kuchlanishlarimiz o'z-o'zidan 2/1 nisbatda. 2 to'g'ri kelgan 4 volt bo'ladigan bo'lsa, demak bu qarshiligimizga to'g'ri kelgan 2 volt bo'ladi. Phi C minus phi D kuchlanishimiz 2 voltga teng ekan. Phi B minus phi C imiz 4 voltga teng ekan. Bularni qo'shib yuboradigan bo'lsak, phi B va phi D orasidagi kuchlanishimiz kelib chiqadi. Ya'ni zanjirdagi umumiy kuchlanishimiz. Bu 6 voltga teng bo'ladi. Demak, bu yerda 6 volt, bu yerda ham 6 volt. Umumiy kuchlanishimiz demak 6 voltga teng bo'ladi. Endi bu yerdagi ampermetr ko'rsatkichi aynan shundan o'tgan tok kuchini ko'rsatadi. Bu degani 1 amper. O'z-o'zidan buni qarshiligi R ga teng bo'lgan bo'lsa, bir ko'paygan R imiz teng bo'ladi aynan 6 voltga. Bu yerda ham shu kuchlanish oqayotganligi sababli. Bu degani 6 barobar 1 ko'paygan R bo'ladi. R qarshiligimiz teng bo'ladi o'z-o'zidan 6 ohmga. R qarshiligimiz 6 ohm bo'lgandan keyin umumiy qarshilikni topib olamiz, chunki umumiy kuchlanishimiz mavjud. Bo'ldi, bu yoqni hisob-kitob qilib qo'yamiz.
R bilan R parallel R taqsim 2, R taqsim 2 bilan R o'zaro ketma-ket 1,5 R, 1,5 R bilan R qarshiligini o'zaro parallel ham bo'lsak, ko'paytmasini yig'indisiga bo'lamiz. Umumiy qarshimiz demak 1,5 R ko'paytiraman R, 1,5 R qo'shaman R. Umumiy qarshiligimizni hisoblab oldik. 3,6 ohmga teng. Umumiy kuchlanishimiz 6 voltga teng. Umumiy quvvatimiz teng bo'ladi. Umumiy kuchlanishini kvadratini bo'laman umumiy qarshilikka. Umumiy qarshiligimizning kvadrati 36 taqsim 3,6. Bu degani 10 vattga teng bo'ladi. Ya'ni berilgan zanjirimizdan ajraluvchi umumiy quvvatimiz 10 vattga teng bo'ladi. Baholi qudrat ayrim ko'rinishdagi savollarga yechim qildik. Navbatdagi mavzuyimizda bunday ko'rinishga tushmaydigan savollar tipidan ko'ramiz. Ya'ni aynan Kirchhoff qoidasiga tushadigan savollar tipini ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat.